Alhamdulillah Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Muallim sanida ikinchi davom etadigan tema u bizning tanvin bilan tashdidning birga keluvi degan. Bu endi birinin yangilig'i da yo'q buning, ammo kitobda kelgach biz uni o'qib qarab ketirmiz. Biz oldagi darslarda oldik bitinni, agarda harfda mana shu shunday arab tilindagi durdli sonini o'xshagan bizning sh harfini o'xshagan belgi turar ekan, ul harfni ikkilatuv degan. Hamin so'nggi darsda oldik, ustida ikki siziq bo'lar ekan, bu tanvin deb ataladi, ham ul an deb o'qiladi. Agarda mana kelar ekan harfi, undan so'ng bni ikkilatuv, ham tanvin bizning o'qilayni ul b ikkilatib, undan so'ng an deb o'qiladi. Habban. Mana bunday misollar bor. Anglash uchun narsani anglata bu. Mana robban, shulay bit. Bunda ro bor, bunda ikki b bor. Birinchisi aning sakinli, mana birinchi b harfi sakin bilan kelgan, ikkinchisi endi fathali. Mana robban. Hammani mana bu siziq ushulay nunni anglatadi. Ammo lekin mana qarag'iz, mana bunday aytib yozuv endi zo'r ko'p o'rin oladi, shulay bit. Bunday qisqachagina bni da ikkilatib tashdid bilan qo'ysan, tanvin qo'ysan, nunni da hammani motorgina ham ko'paytib o'rinda olmaydi. Shunga ko'ra mana robban, shulay bit, robbin. Ikki b, birsi sakinli degan so'z, ikkinchisi endi kasrali degan so'z. Mana hamla bu tanvinning da sizig'i u nun borlig'ini anglatadi. Robbun. Birinchi b harfi bizning sakinli, ikkinchisi bizning dammalı. Ondan sonra ise un, mana shu shunday Qur'onda kelirga mumkin, yorti tugarak formasında ul bizning nunni anglataydi. Bunda endi bir yangilik da, og'irligi da yo'q. Shu o'tganlarni bir nig'ituvini habban, barran, jarran, massan. Lekin harfni ikkilatib tashdidlab o'qisig'ina bor endi. Kaffan. Birinchisi f harfi endi sakinli, ikkinchisi endi fathali. Kaf sakinlashdik. Anara fan deb shu harakatlasini aytabizgina. Man, nan, sittin. Birinchisi narsa t harfi sakinli, ikkinchisi kasrali. Sit. Na sakinlini aytdik. Ham in deb, sittin deb kasralasini aytabizgina. Sirrin, hillin, hissin, izzin, birrin, durrun. Birinchisi bizning r harfi sakinli, ikkinchisi narsali dammalı. Durrun, zullun, ummun, xuffun, burrun, kullun, mubayyadan, muswaddin. Muswad. Birinchisi d harfi sakinli, ikkinchisi narsali kasrali. Muswaddin, musfarrun, muhmarran, muhdarrin, muhtazzan, muhtajjin, munsaddun, muttarrin, muhtassin, mustariddan, mustahibbin, mustahillun, mustadillan, musta'iddin. Bu bek joyli. Allah subhanahu wa ta'ala davom ettirga nasib eylesin. Endi ham shu o'tgan qoidalarni endi har doim qabatlab, ham tanishirga kerak. Endi mushafdan, Qur'ondan topib qararga kerak. Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.